Assalomu alaykum, ahli musulmonlar, O'zbekiston ahli. Mana xudo xolasa granitsa Azinkidan qaytyapmiz. Mana passajirlarimiz, xudo xolasa mana mashinalarimiz. Passajirlar hamma davolanlikmi? Hammasi zo'r. Mana xudo xolasa mana har xil muammolar bo'lsa, mana ba'zi bir odamlarimizni reyestrdan tushib qolgan ekan, mana cho'g'i qilib granitsaga olib kirib olib chiqyapmiz. Ayting aka. Muammosi yo'q. Biz reyestrda edik mana. Reyestrdagilar, boshqalar mana Zatokamada qarzi borlar ham bormadi, 150 ming, 200 ming. Muammo qilmay olib kirib olib chiqamiz. Xudo xolasa. O'zingizlar aytinglar, qanday borib kelyapsizlar? Oqcha pul olindimi dogovordan tashqari? Energetik bo'lganlarni ham aytinglar. Soqolma soqolda o'yla, soqolchicha granitsada muammo bo'ldi mana. Mashinamiz o'z passajirlar chiroyli kirib chiqdi. Hamma rozi, hamma Ha, nomerlar mana O'zbekiston nomer aka, Rossiya nomer aka, unaqa gaplar bo'lmasa hamma mashinalar to'sadigan aka. Mana yo'lda kelib kelyapmiz. Necha marta gayet olsa, necha rasxod qildinglar mana bez dokumentlar? 5 marta. 5 marta gayet olsa 1000 so'mdan rasxodlari bo'ladi. Endi bu narsa yo'lda bo'ladi. Bez dokument. Yordam qilib olib borib keldi akalar mana. Hech qanaqa muammo qilganimiz yo'q. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, 24 ga yetishlaymiz, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Aka endi qo'yib yuboring endi.